Menga farqi yo'q, baribir. Bilasizlarmi? Savollar bor. Tepalikka chiqish bu spesialniy kostyum bo'lish kerak edi. Hamma odamlar o'ylaydiki, bu oson ish deb. Lekin bu ishni hamma qila olmaydi. Bu kostyum prozrachniy emas. O'zinglar Bu mana ko'rib turinglar. Bu gap kostyumda emas, o'zingiz qo'rqmang. Ne, endi biz o'qiyapmiz-da, kommentariyalarni ham ko'ryapmiz. Voy nimaga mana bunaqa kostyum, bunaqa kostyum. Odamlarga aytmoqchiman, sizlar konsertga nafaqatki kostyumni ko'rishga kelmayapsizlar. Sizlar fanat sifatida bizani ko'rishga kelyapsizlar, bizani qo'shiqlarimizni eshitishga kelyapsizlar. O'shaning uchun o'ylab ko'ringlar. O'ylab ko'ringlar. Siz o'zingiz nima degan Yozganda. Menga farqi yo'q, baribir. Sizlar bu bilan kichkinagizdan shug'ullangansiz, to'g'rimi? Chunki hamma ham qila olmaydi, uddasidan chiqa olmaydi. Shu bo'yicha gapiraversangiz. Ты с детства занималась сразу этим? Yo'q. Bir oy. Bir oyda shu qanday natija? Juda talantli. Yo'q, lekin Laylo bizada sportivniy qiz. O'zingizlar bilasizlar, постоянно sport bilan shug'ullanadi va sirkka qatnashgan va o'rgangan. Juda ham zo'rman deb o'ylayman bu tryuk. Hech kim qila olmagan, lekin estradada birinchi marta bunaqasi. To'g'rimi? Bo'lmagan, birinchi marta homiladorman chiqqanman. O'zbekiston estradasida. Birinchi marta Laylo gimnastka bo'lib chiqqan. Duetdoshlarni qaysi kriteriyalarga qarab tanladinglar? Masalan, Munisni. Munisa Rizayeva, Do'stlarimiz faqat. Munisa Rizayeva bizani do'stimiz. Juda ham yaxshi san'atkor, ovozi kuchli, chiroyli va qo'shiqqa kelganda biz qaysi qo'shiqni Munisa bilan kuylaymiz deganimda Laylo sirazu esimga tushdi. Eshitmaydi, endi faryodim zo'r chiqdi. Juda ham yarashdi Munisaga shu qo'shiq.